Katesh, quruvchi akamiz 3 ta katesh qurganlar. 1, 2, 3. Bitta kirishdan oldin bitta like, podpiska tashlab qo'yinglar. Akalar 3 oydan beri ishlayapmiz. 145 ta odam keldi. To'yga aytsa ham 1000 ta odam kelardi. Sizlar unchalik qilolmanglar. Mana yerda suv bor. Holat ko'ryapsizlar. 4 sotiga tushirgan katejimiz. Narxini 55 ming deyaptilar. Bitta ko'ning uyda. Mashalloh. Kirishimizga 10 qo'lda bitta mehmonxonamiz. Bu erkaklar mehmonxonasi. Общий 5 xona, 5 ta xonaga 2 ta sanuzel, bitta oshxona qo'shilgan. 140 kvadratga tushgan. Sesmali regilli uyimiz. Holati juda ham chiroyli, travertin qilingan, pastlariga granit bosib, burchatkalar bosib, gulxonalarga gullarni ekib qo'yganlar. Qo'l yuvadigan bitta. Xo'p, kirishimizga 10 qo'lda bitta ayollar uchun mehmonxonamiz. Chap qo'lda bitta spalni. Spalnining ichida dushovoy bor ekan. Koridorga chiqib turib, jichib yursangiz, chap qo'lda общий sanuzel bor. Общий sanuzelda u endi yoshlar uchun, 10 qo'lda ayollarga xona, detskiy qizi bor yo boshqasi bor. Bu hozirgi ko'rganingiz skladopkamiz. Chap qo'lda bolalarga katta oshxonamiz bor. Uyda orqasida ham ancha joy bor, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Holati 55 ming, 4 soti, 140 kvadrat, 100% pishig'ishda, regilli, sesmali quruvchi akamiz qurgan ekanlar, ancha tajriba bilan. Hozir aytayaptilar, o'sha oldin olib qo'yilgan ekan yer, hozir o'sha pulini inflyatsiya hisobiga 55 mingga zo'r. Tashlarda Zarkenda yaxshi qishlarmi? Yo'nay nima kerak. Hozir so'rab kelaylik. Yangi qishlarmidi hozir? Lokatsiyamiz. Aka, yangi qishlarmidi bat? Chep, yangi qishlarmi bat? Yuqori qishlar. Yuqori qishlarda ekanmiz. Tashlar Zarkenda yuqori qishlardan mana shunaqa chiroyli qursa uy so'ragan do'stingiz bo'lsa, mabodo bemalol mang'illataverasiz. Past raqamli egalari sizlarga barakaga. Hali gap, like, podpiskasidan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Holatini 55 ming, yonida 2 ta korobka holat bu, ular 40 mingdan.